Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan safar Qoratepadagi yangi cheklarga quyib ketgan akalarimiz bugun oynalarini qo'ydik. Bu tashqari ko'cha tomoni gulli aynak bo'ldi. Guli aynakning ichki tarafiga bo'lgan. Yaxshi qulay tomonlari chang bo'lib xiralashib ketmaydi aynak. Hozir ichkari tomonlarni ko'rsatamiz. Bu o'sha reli eshik, yonida romi bor. Aynaklari hammasiniki 2 qavat bo'lgan, yo'divi. Ichkari bir 70-80% ko'rinmaydi. Keyin ham quyoshdan himoya yorug'likda. Romlari tomoni, orqa tomoni uyda. Hop, eshiklarimiz tagi alyumin lamritdan bo'lgan, yaxshi sifatli ham. Quyoshda ham rangi o'zgarib ketmaydi. Plastmassadan ko'ra yaxshiroq. Ruchkalari qulupli bo'lgan. Ichkari tomonlari podokonni bo'ldi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, tashqari yaxshi ko'rinadi, lekin tashqaridan ichkari unchalik ko'rinmaydi. Quyoshdan ham yaxshi so'nsizlashga vazifasini ham bajaraveradi aynalar. Bu hammom eshiklari. Qulflar ishlab shu ichkaridan faqat beromi 4 qanotli, ikkita ochilishi bor.